21 bob. Hazreti İsa shogirdlari bilan Yerusalimga yiqilishib, Zaytun tig'ining etigidagi Patpoji yesiga kelganida, Hazreti İsa ikki shogirdini mundaq deb oldin avatdi. Sizlar oldimizdagi yeziga beringlar. U yerda bog'loqliq bir eshak va uning yendiki bir taxayni ko'rsizlar. Ularni yeshib, oldimga yetlab kelinglar. Birsi sizlarga bir nima desa, Rabbimizning bularga hojati tushdi denglar. U mu darhol talpinglarga qo'shiladi. Bu vaqa payg'ambar orqali aytilgan bunu so'zlarni amalga oshirdi. Yerusalim xalqiga aytinglar, mana podshoyinglar kelyapti. U kichik piyillik bilan bir eshakka, taxayga minib, sizlarning yeninglarga kelyapti. Heliqi ikki shogird berib, Hazreti İsa'nın deginini qildi. Eshak bilan taxayni yetlab kelib, üstlariga chaponlarini soldi va Hazreti İsa'ni ustiga mindirdi. Nurg'un kishilar chaponlarini yo'lga poyandoz qilib soldi. Ba'zilari daraxt shoxlarini kesib, yo'lga yoydi. Oldida mangan va kaynidan agashgan xaloyiq, Podsho Davudning avlodi uchun Xudoga shukr. Parvardigorimizning nomida kelguchiga muborak bo'lsin. Arshi alodiki Xudoga shukrlar o'qilsin deb vaqirishdi. Hazreti İsa Yerusalimga kirganda butun shahar larziga keldi. Kishilar bu kimdu deyishdi. Xaloyiq bu Galiliya o'lkasining Nosira shahridan bo'lgan İsa payg'ambar deb javob berishdi. Hazreti İsa markaziy ibodatxona ho'ylariga kirib, u yerda ilm setim qilayotganlarning hammasini haydab chiqardi. Pul tegishganlarning shiralarini va kaptar sotquchilarning o'rindiqlarini o'rib etib, ularga muqaddas yozmalarda Xudoning mening uyim duo tilavatxona deb atalsin degan so'zi yozilgan. Lekin sizlar uni bulanchilarning uvisiga aylantiryapsizlar dedi. Hazreti İsa ibodatxona ho'ylarida oldiga ilib kelingan qarg'u va to'qirlarni saqaytdi. Lekin oliy ruhaniylar bilan Tavrat ustozlari uning yaratgan mo'jizalarini va ibodatxonada Podsho Davudning avlodi uchun Xudoga shukr deb tug'ilgan bolalarni ko'rib g'azablandi. Ular Hazreti İsa'dan bu bolalarning nima davatqanligini anglayotamsan deb so'rdi. Anglayapman dedi Hazreti İsa. Sizlar muqaddas yozmalardagi kichik bolalar va buvoqlarning tillaridan o'zingga madhiyalar keltirding degan so'zlarni zodi o'qimaganmi? Ondan Hazreti İsa ulardan ayrilib, shahardan chiqib, Baytoniya yesiga berib, kechini shu yerda o'tkazdi. Etsi etganda Hazreti İsa shaharga qaytib ketayotganda, qo'sqi ichib ketgan edi. U yo'l bo'yidagi bir tüp anjul daraxtini ko'rib, uning yeniga bordi. Daraxtda yopilmoqdan boshqa hech narsa topolmay, daraxtga qarab, buningdan keyin mangu meva bermagaysan dedi. Anjur daraxti shu an qurib ketdi. Buni ko'rgan shogirdlar hayron bo'lib, anjur daraxti qandoqcha birdilla qurib ketdi deb so'rdi. Hazreti İsa ularga mundaq javob qaytardi. Bilib qo'yinglarki, agar qilchi gumonlanmay Xudoga ishonsanglar, men anjur darg'i qilganni sizlarmi qila olaysizlar. Hatto bu toqqa qo'zg'al, dengizga tashlan desanglarmi, deganinglar ijobat bo'ladi. Ishonchinglar bo'lsa, duo bilan tilgan har qanday narsaga erishsizlar. Hazreti İsa markaziy ibodatxona ho'ylariga kirib, kishilarga ta'lim berayotganda, oliy ruhaniylar va xalq oqsoqollari uning oldiga kelib, siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayanib qilyapsiz? Sizga bu huquqni kim bergan? deb so'rashdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Men avval sizlardan bir savol so'ray. Agar sizlar javob bersanglar, men bu ishlarni qaysi huquqqa tayanib qilayotganligimni aytib beraman. Yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini kim bergan? Xudomi yoki insonlarmi?" Ular o'zaro munozara qilishga boshlab, agar Xudo bergan desak, u undaqda
sizlar nima uchun Yahyoga ishonmadinglar deydi. Agar insonlar bagan desak, xalqning g'azabidan qo'rqmasak bo'lmaydi. Chunki ular Yahyoni payg'ambar deb qaraydi, deyishdi. Buning bilan ular Hazrati Aysoga bilmaymiz deb javob berishdi. Undaqda menmi bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytmayman, dedi Hazrati Ayso ularga. Hazrati Ayso so'zni davomlashtirib, sizlar bu ishga qanday qaraysizlar? Bir odamning 2 o'g'li bor ekan. U cho'ng o'g'liga, "O'g'lim, bugun uzumzorlikqa berib, ishligin" debdi. "Bormayman" debdi o'g'li. Lekin keyin pushaymon qilib, yanilab beribdi. U odam ikkinchi o'g'liga shundoq debdi. U, "Xo'p dada, boray" debdi-yu, lekin bormabdi. Bu ikkilarning qaysisi otasining buyrug'ini o'rindigan bo'ladi? "Cho'ng o'g'li" deb javob berdi ular. Hazrati Ayso ularga mundaq dedi: "Bilib qo'yinglarki, insofsiz bajirlar bilan poyishlar Xudoning podshohligiga sizlardan burun kirdi. Chunki garchi Yahyo payg'ambar sizlarga haqqoniyat yo'lini ko'rsatgili kelgan bo'lsa-mu, sizlar uningga ishonmadinglar. Lekin bajirlar bilan poyishlar uningga ishondi. Sizlar buni ko'rib turib, gunohinglarga tavba qilib, uningga ishonmadinglar." Yana bir tamsil anglanglar. Bir yer egisi bir uzumzorlik barpo qilib, atrofini chitlabdi. Musallas ishlash uchun uzumzorlikqa bir ko'lchak qozdiribdi va bir ko'satxona yostibdi. Keyin uzumzorlikni ijaraga berib, o'zi yiroq bir yerga ketibdi. Üzüm uzish vaqti kelganda, o'ziga tegishli hosilni akilishi uchun qullarini ijorakashlarning yeniga avatibdi. Lekin ijorakashlar qullarni tutib elib, birini dumbalabdi, birini o'ltirib yetibdi, yana birini chomi kesa qilibdi. Yer egisi bu qitim oldingidanmi ko'p qullarni avatibdi. Biroq ijorakashlar ularga shundoq muomala qilibdi. Oxirda yer egisi "O'g'limni hurmat qila" deb uni avatibdi. Lekin ijorakashlar yer egisining o'g'lini ko'rib, o'zaro "Bu bo'lsa mirosxo'r, kelinglar, uni o'ltirib yetib, uzumzorligini egilab olayli" deyishibdi. Shunda qilib, uni tutib uzumzorlikni sirtiga so'rab ochiqib, o'ltirib yetibdi. Bundaq ahvolda uzumzorlikning xo'jayini kelsa, ijorakashlarni qanday qiladi? Ular Hazrati Aysoga "Bu vahshiy odamlarni qo'rqinchli shaklda yo'qitdi. Uzumzorlikni bo'lsa, ijorasini o'z vaqti topshirgan kishilarga ijaraga berdi" deb javob berishdi. Hazrati Ayso ulardan so'radi: "Zaburdagi Munu so'zlarni zodi o'qimaganmidinglar? Tomchilar tashlavatgan tosh qurilishning ul teshi bo'lib qoldi. Bu Parvardigor tarafidandir. Biz uchun ajoyib bir ishdir. Bilib qo'yinglarki, sizlar shu sababdan Xudoning podshohligidan mahrum qilinsizlar. Xudoning irodasi bo'yicha yashaydigan kishilar uningga ega bo'ladi. Bu toshga yiqilgan kishi pora bo'lib ketadi. Tosh kimning ustiga tushsa, shuni hukm talqon qilib etadi." Oliy ruhoniylar va parisiylar Hazrati Aysoning aytgan tamsillarini anglab, ularni o'ziga qartib aytganligini tushundi. Uni tutishni o'ylisimu, xalqdan qo'rqishdi. Chunki xalq uni payg'ambar deb qaraydi.